Men shu qiz yetib ishga o'tib kelaman-da. Ungacha xotin meni haligi yozgi shimlarimni, ko'ylaklarimni olib tayyorlab qo'ygan. Ular hali olinmagan tepadan. Turibdi. Abba, hech bo'lmasa ana u futbolka ham trikolarimni tayyorlab qo'y. Ular kir yuvishga ulgurmadim. Kir mashinada adasi. Bu qanaqasi bo'ldi endi? Tog'a ko'rmaysizmi jiyaningizni? Xotin degan mavsumiy kiyimlarni tayyorlab, eriga qarab, dadasi mana bu qish kiyimlarini olib qo'yamiz, mana bu yozgi kiyimlarni kiying deb tayyorlab bermaydimi? Qaysi biriga ulguray? Bolalarga qaraymi, sizga qaraymi, ovqat qilaymi? To'g'ri aytayapti-da, kuyov. O'zi jiyanim chumchuqday bechara joni bo'lsa, qaysi bir ishga ulgursin bu? Shuni ayting, tog'ajon. Tog'a, men nima qilay? Sen nima qilasan bilmayman-ku, kuyov. Lekin men xotinda ikkita qilib qo'yganman. Yo'q? Ha, bittasi uy ishlariga qarasa, bittasi menga qaraydi. Mana chaqmoqdek kiyintirib qo'yibdi. Gap yo'q lekin tog'a. Tog'ajon, siz bugun qishloqqa qaytib ketmoqchi edingiz-a? Sizga bugun onlayn bilet zakaz qilaman. Shoshma, jiyan. Bu kuyov shaharda bir hafta oylantirmoqchi edi-ku. Tog'ajon, agar siz yana bir hafta qoladigan bo'lsangiz, boshimga aniq bir katta balo keladiganga o'xshaydi. Jiyan, sizlarda bu shaharlaringda ikkinchi xotinda balo deydimi? Bizi qishloqda kundosh deydi.